Assalomu alaykum. Bizda darsimiz Samsung telefonlarining Google akkauntini ochish va shu haqida va sipros berish, faktories qilish va shu haqida Film dasturi haqida gaplashib o'tamiz. Film dasturi nima uchun kerak Samsung telefonlariga va shu haqida gaplashib o'tamiz. Hozir endi boshlayotganlar va endi o'rganmoqchi bo'lsa, videomiz ular haqida endi boshlayotganlar, endi kirib kelayotganlar bo'lsa, pullik dastur sotib olish imkoniyati va bu video uchun masalan Samsung telefonining Google akkauntini qulfini buzish uchun ro'shnoy ochish uchun ozgina bo'lsa ham o'sha dastur yordam beradi. Bemalol internetdan ko'chirib olishlaringiz mumkin va men video tagiga havolasini yozib qoldiraman. Bemalol o'tib ko'chirib olishingiz mumkin. Va videoga kiramiz. Dasturga kirib olamiz. Va bu dastur mutlaqo tekin, pullik dastur emas. Bu bo'limi kerak emas bizga. Android dastur kerak. Shuna kiramiz va bu dastur nima uchun bizga kerak? Samsung telefonlarini ma'lumotlarini o'qib beradi. J2 bo'lsa to'liq modeli, M2si to'liq haqida ma'lumot chiqarib beradi. Bizga masalan telefoningizni klamkalar ishlamasa, download rejimga tushirish kerak bo'lsa, o'sha internet downloadga bossak, download rejimga tushirib beradi. Va download rejimdan chiqarish kerak bo'lsa, download bossak chiqaradi. Telefon yongandan keyin factories qilish kerak bo'lsa, sipros berish kerak bo'lsa, bir bossangiz telefoningizni factories sipros qilib beradi. Telefonda Adobe deyapti. Telefonda nasrikasidan Adobe uslubini yoqib, telefon haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Tillarni o'zgartirishingiz mumkin. Eski modellarga betagi qulfni olib tashlashingiz mumkin. Reset qilib deyapti. Google akkauntni o'chirish mumkin. Eski modellarga, hozirgi yangi telefonlarga podesha qilmaydi. Va bizga kerakli bo'lim telefonni ruchnoy ochayotgan paytingiz bu dastur endi Google akkauntni o'chirib qo'ymaydi. Ozgina sizga yordam beradi. Masalan, YouTube'ga kirish kerak bo'lsa, shuni bir bossangiz, mana telefonda ular bir bossangiz sizga tayyor YouTube'ga kirgizib beradi. Masalan, Google akkauntni kirish kerak bo'ladi, shuning uchun unda telefonning o'zida YouTube'ga kirsa ham bo'ladi, lekin bitta qiyinroq bo'ladi. Bitta vaqt ketadi, shuning uchun mana bo'ldi. Ikkinchi bo'limda telefon kirish kerak bo'ladi. J2, J5, J6 telefonlarda mana shunda xaritaga kirish talab etilsa va shunda Google akkauntni o'chirish uchun ham
xaritaga kirish va undan YouTube'ga o'tish shunday joylari bor. Shuning uchun uni bir bossangiz kirgizib beradi. Keyin hozirgi Samsunglar Galaxy telefonlarga Galaxy Store magazin do'konga kirish kerak talab etiladi. O'shanda bir bosib mana shu bo'limni bir bossangiz sizga Galaxy Store'ga kirgizib beradi va bu bo'lim ham shunday. Sizga brauzerga kirish kerak bo'lsa, brauzerga qo'yib bossangiz shu bo'limga kirgizib beradi. Internetga, brauzerga yoki fayllarni ko'chirib olib, bemalol Google akkauntni o'chirishingiz mumkin. Va bu dastur faqat kimda qanday savol bo'lsa berishlaringiz mumkin va biz javob beramiz. Pastdagi bo'limlar sizga kerak emas, kanalda kerak bo'lib qolsa foydalanishingiz mumkin. Hozir bu videolar harakat foydali videolar ko'ring va istiqomat kelgusi videolarga qancha ko'p bo'lsa chiqadi. Vaqt bo'lishi bilan video chiqaryapman. Asosiy qanday dasturda video qilish kerak bo'lsa aytsangiz chiqaramiz.